Lerga, mana shu erishganlarga, mana shu yonimda o'tirgan Feruza Yo'ldasheva bo'ladigan bo'lsam, men turmush o'rtog'imiz, bir narsa aytib o'tib ketaman baribir. Eng yordam bermaydigan, eng ko'p mendan qiynaydigan liderim mana shu. Xohlagancha mana buni liderlari biladi, o'zini liderlari biladi. Men shunday qiynaganman ustozim. Uman akam bu. Doim menda alamli shu bo'ladi. Nimaga meni qiynaydi? Chunki atrofda crosslayerlarga yordam beradi, orada regionlar ochib beradi, ofislarga qarashadi, tadbir o'tkazadi. Bir marta orqamdan bormaydi. Tushunasizmi? Ko'p bo'lganman. O'tira olib, men misol o'g'il bola bo'lib turibman, hech kimga ko'rsatmasa, komandamni ko'rsatmasa o'tira olib, o'z yalagan vaqtlarim bo'lgan o'zim. To'klaganman. Nimaga deganda, lekin bitta narsa bo'lardi, bitta narsalar. Vaqt soat kelaman, qilaman, disbalans qilaman ustozim. Tushunasizmi? Doim disbalans qilgan shogird bo'lib kelganman. Faqat disbalans qilish. Hech qachon borib, misol uchun noit deydi-ku, yig'lamaganman ustozim. Qanaqa edim men? Bu ham xuddi shunaqa liderlarning bittasi. Bu ham bitta narsaki, bir narsaki, mana $12,000 mana olyapti. Misol uchun nima bilan bo'lyapti? Yo'qotyapman, o'qilaman, bu qilaman deb keladi. Bunaqa ketdi bu yoqqa. Ketgani uchun ham kelyapti. Tushunarsiz? O'shaning uchun bularga ham orzu edi. Men bitta narsa aytishim mumkin. Meni yaqin liderlarim shuni aytaman. Meni uyaltiraman. Sen meni primoyimsan. Tushunasizmi?